Assalomu alaykum azizlar, Medo.uz saytida kun yangiliklari. Rossiya 2 oylik karantin cheklovlarini joriy etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Dunyoda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 50 million kishidan oshdi. Xitoy vaksinasi sinovi nega to'xtatildi? Endi shular haqida qisqacha. Moskvada COVID-19 bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Xususan, Moskva meri Sergey Sobyanin koronavirus tufayli yangi cheklovlarni joriy qilinishini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, shaharda infeksiya bilan zararlanganlar soni sezilarli darajada ko'paygan. Yaqin haftalarda vaziyat yanada yomonlashishi kutilmoqda. Shu bois 13-noyabrdan 2021-yilning 15-yanvarigacha yangi cheklovlar joriy etildi. Dunyoda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 50 million kishidan oshdi. 1,253,110 nafar odam shu kasallik tufayli hayotdan ko'z yumdi. Shu bois o'zingizga va atrofdagilaringizga befarq bo'lmang. Xitoy vaksinasi sinovining 3-bosqichi O'zbekistonda ham o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Xabar berganimizdek, 5000 ko'ngillilarning barchasida emlash jarayoni amalga oshirilishi rejalashtirilgan edi. Lekin kutilmaganda Xitoyning Sinovac vaksinasi haqida noxush xabarlar tarqaldi. Uning Braziliyadagi klinik sinovlari o'ta og'ir oqibatlar keltirib chiqargani sababli to'xtatilgan. Sinovac kompaniyasi masalasiga hozircha izoh bergani yo'q. Braziliyadagi sinovlarni tashkillashtirayotgan Tibbiy tadqiqot instituti sinov to'xtatilishi o'lim holati bilan bog'liqligini qayd etgan.